Shoshilinch tezkor xabar. Bugun tunda O'zbekistonga dahshatli xavf yaqinlashmoqda. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, ertaga yerga o'ta kuchli magnit bo'roni yopiriladi. Magnit bo'ronining avj palasasi soat 18:00 dan 20:00 gacha to'g'ri kelishi kutilmoqda. Mutaxassislar ogohlantirishicha, ob-havoga ta'sirchan odamlarda bosh og'rig'i, bosimning ko'tarilishi, holsizlik, hatto surunkali kasalliklar kuchayishi ham mumkin. Bunday kunlarda ko'proq iliq suv ichishni, stressdan chiqishni, ko'proq dam olish va qon bosimini nazorat qilishni unutmang, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.